Assalomu alaykum. Banklarda buxgalteriya hisobi fani ma'ruzachi, Moliya va bank kafedrasi mudiri Melikov Otabek Mahmadaminowich. Biz quyida foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati bilan tanishib chiqishimiz mumkin. Birinchi mavzumiz banklarda buxgalteriya hisobining tashkil qilinishi. Quyidagi 5 ta reja bo'yicha ko'rib chiqamiz. Banklarda buxgalteriya hisobini tashkil qilish asoslari, banklarda buxgalteriya apparatining tarkibiy tuzilishi, bank buxgalteriya xodimlarining vazifalari, tijorat banklarida buxgalteriya hisobining hisob varaqlari rejasining tuzilishi va uning asosiy bo'limlari tavsifi, bank operatsiyalarining buxgalteriya yozuvlarida aks ettirish tartibi. Banklarda buxgalteriya hisobining predmeti. Banklarda moliyaviy resurslarni shakllantirish va ularni joylashtirish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlarni hisob varaqlarida aks ettirish hamda buxgalteriya hisobotlarini tuzish hisoblanadi. Buni oddiy tilda olib ko'radigan bo'lsak, balans, ya'ni muvozanatni bildiradi. Balansda aktiv va passiv qismidan iborat bo'ladigan bo'lsa, passiv qismi mablag' va resurslarni shakllantirish bo'lsa, aktiv qismi ularni joylashtirish nazarda tutiladi. Demak, banklarda buxgalteriya hisobining predmeti o'sha moliyaviy operatsiyalarni balansga joylashtirishni nazarda tutadi. Banklarda buxgalteriya hisobining obyekti. Bank aktivlari, majburiyatlari, kapital, zaxira, daromad, xarajat va foyda va zararlar, ularning harakati bilan bog'liq operatsiyalar hisoblanadi. Biz buxgalteriya hisobining obyektlarini sintetik va analik hisoblarda yuritiladi. Sintetik va analitik hisob. Bu yerda sintetik hisob umumlashgan ma'lumotlarni bersa, analitik hisob batafsil ma'lumotlarni beradi. Xo'p, banklarda buxgalteriya hisobining tashkil qilinishida huquqiy va me'yoriy hujjatlar asos qilib olinadi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank to'g'risidagi qonun, banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun, buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun hamda bir qancha qonun ostida Markaziy bankning yo'riqnomalari, tartiblari, nizomlari mavjud. Bularga O'zbekiston Respublikasi banklarda buxgalteriya hisobini yuritish va buxgalteriya ishlarini tashkil qilish tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma va boshqa bir qancha yo'riqnomalarni keltirishimiz mumkin. Bank buxgalteriya apparati. Bank buxgalteriya apparati bu pul hisob hujjatlarini rasmiylashtirish va bank operatsiyalarini ichki nazoratdan o'tkazish hamda ularni hisob registrlarida qayd etish bilan shug'ullanuvchi xodimlar guruhi. Bank buxgalteriya apparatini ikki qismga bo'lamiz: front office va back office'ga. Front office bu mijozlar bilan ishlash uchun tashkil etilgan bo'lim bo'lib, dastlabki birlamchi hujjatlarni qabul qilish, ularni dastlabki nazoratdan o'tkazish va bank buxgalteriyasida aks etish bilan shug'ullanadi. Back office dastlabki qabul qilingan hujjatlarni qayta ishlash va yakuniga yetkazish bilan shug'ullanadi. Bank buxgalteriya xodimlarining vazifalari. Banklarda buxgalteriya xodimlarining ish vazifasini bosh buxgalter tomonidan tuzib chiqiladi hamda bank rahbari tomonidan tasdiqlanadi. Hop, bosh buxgalter. Bank bosh buxgalteri bankda hisob operatsion ishlarini tashkil etadi, bankning moddiy va moliyaviy resurslarining to'la saqlanishini ta'minlaydi. Buxgalteriya xodimlari bank bosh buxgalteri tomonidan tasdiqlangan vazifalar bo'yicha o'z ishlarini amalga oshiradi, vazifalarini amalga oshiradi hamda o'sha mijozlarning qabul qilingan birlamchi hujjatlarni buxgalteriya hisobida aks ettiradi. Dastlabki nazoratdan o'tkazadi. Hop, buxgalteriya hisob varaqlari rejasi va uning asosiy bo'limlari. 1995-yilda Arthur Anderson autorlik tashkiloti bilan shartnoma tuzib, Markaziy bank bilan birgalikda tijorat banklari yangi hisob varaqlari rejasi ishlab chiqildi. 1997-yilda 1-apreldan barcha banklarda amalga oshirib kelinmoqda. Buxgalteriya hisob varaqlari rejasi
O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2021-26 noyabrda ro'yxatga o'tkazilgan, ya'ni 36-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan hisob varaqlar rejasi bo'yicha amalga oshiriladi. Bunda asosan 6 bo'limdan iborat: aktiv, majburiyat, kapital, daromad, xarajat va balansdan tashqari hisob-kitoblar. Buni quyidagi slaydda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda hisob varaqlarining tartibi ko'rsatilgan. Bunda bosh hisob raqami 5 talik hisob raqamdan, ya'ni analitik hisob 20 talik hisob raqamdan iborat. Bunda birinchi 5 ta balans hisob varaqi, keyingi 3 ta valyuta kodi, keyin nazorat kaliti, keyin mijoz unikal kodi, keyin hisob varaq tartib raqami. Aktiv hisob varaq bo'yicha operatsiyalarni aks ettiruvchi jadval. Bunda aktiv hisob varaqlar debitlanganda ko'payadi, kreditlanganda kamayadi. Ya'ni ko'radigan bo'lsa, kun boshida qoldiq, debit qo'shilyapti, kredit ayrilyapti, kun oxiriga qoldiq hosil bo'lyapti. Passiv hisob raqamlar buni aksi hisoblanadi, ya'ni kun boshiga qoldiq, kreditlanganda ko'payyapti, debitlanganda kamayyapti va kun oxirida qoldiq qolyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.